Ben hazır ma kolumdaki mavi kallak altındaki saplığını öteklemeye kelgen tukallamaya bir Hanzu yoldaş Kaşqadan bir Uyg'urniki zergaxonasida bir üzük aptike. Mening malani ma sistemida ma jizi tekshirib kunimni ko'rib, bu tekshirib baqtichu tekshirgandan keyin buningki bir tal üzüki 95 da 4 mana qaranglar, mening qaranglar. Bir üzüki 95 tüt, yani bir tal üzüki hazır kösanlar buldu. 96 95 çıktı. Bu yoldaşqa 49 deb satib ketgancha satqa vaqtda. Ana yana bir üzüki 94 da 6 mı aştarak çıktı. Muşu Qashqar sayohatga borgan vaqtda optika bu oltinni. Yazdım sayohatga borgan vaqtda aşağıda ağantim deydi. Hozir Urumchiga kelib, meningki tekshirib kunimni ko'rib, buningmi tekshirib keliblam, tekshiribchi. Şunun bilan bu persel chiqqanki mavazir bak qopib ketib bardi. Anda qilib ketmanglar tuqqanlar juma. Chega. Anda qilib ketmanglar. Ma oltinning hurmatini qilaylik juma. Oltinni endi xattirjan bir zaganlardan oltin ola olsin boshqalar. O qarab turib 94 dan necha chiqdi, 95 necha, 96 necha, ashunda oltinni sizlar 49 deb satsanglar, qanda vicdaningni chidaydi ey. Ma bizga satsanglar mayli, bizni o'zimiz satsanglar mayli. Chunki biz bir-birimizning poqimizni ochmaymiz, yo'gaymiz. Lekin Hanzu yo'ldoshlarga qarab turib 49 andaq mandaq deb satmanglar. Siz bir odamning qilgan qilmishi hammamizga vakillik qilib qoldi. Voy Uyg'ur degan mushunda haqqa mana qara, men 49 deb satgan bir nimasi mushunda pirsallik chiqib qoldi. Uyg'ur zagalar degan yaxshi emasga deb, ilqima bizga yaxshi olmaydi jumu. Shunga ish qilib Şu yoldaşlar bilan muomala qilganda, mal satganda, so't qilgan vaqtda naytimi adillik bilan bek pakiz aşı tarozi bo'lsin, mayli malning persenti bo'lsin, bek pakiz chiqgan bo'lsanglar, men shuni deb qo'yay deblam, chepyanchilar qoldim. Gapim to'g'rimi, xatomi? Shu narsalarda bir diqqat qilgan bo'lsanglar, pakiz chiqgan bo'lsanglar, emas ortiq gap qilgan bo'lsam, xapamanglar tuqqanlar. Men chig'imni bir qoplama oltinchida turib, anda bir yog'anchilik qilib ketmayman. Ish qilib sizlar bo'lmaydi ekansizlar. Gap ikisini topsin jumi.